Şivitsiyada yaşayotgan barliq Sharqi Turkistonliklar, akalar, ukalar, hadilar, singillar, hammalarni Allohning go'zal salomi bilan salomlayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men bugun Şivitsiya Uyg'ur Ma'arif uyushmasi, Taklimakan Islom madaniyat markazi, Yoshlar ona til markazi, Mahmud Qashqari ona til maktabi qatorliq Şivitsiyada mavjud bo'lgan 4 tashkilot nomidan har qaysilaridan ahvol so'rayman. Xitoy virusi Sharqi Turkiston xalqiga, butun dunyo xalqiga ofat bo'lib, tahdid ostiga elib olgan bugungi kunda Şivitsiyada yaşayotgan barliq Sharqi Turkistonliklar o'zimizningki masjidimizga kelib namoz ibodatlarimizni qilolmayotimiz. Belki bu Şivitsiyada yaşayotgan musulmon Sharqi Turkistonliklarning beshiga kelgan kulfat emas, belki Xoniga ikki haram Beytullohmi mushu kunlarda Xitoy virusi sababli quruq qelyotidi. Dunyo tarixida misli ko'rilmagan bu vahimalik ofat dünya xalqini tahdid ostiga eliyotidi. Alhamdulillah, o'lmagan jonda umid bor deb Alloh hammamizni o'z panohida saqlagan ekan, kelajakka umidimiz cho'nqur. Allohga ishonchimiz komil. Biz Allohning izni bilan bir-birimizga yordam qo'limizni sunish orqali mo'rini mo'riga tirab, tishimizni tishimizga tishlab, inshaalloh bu Xitoy virusi ustidan g'olib kelamiz ve Xitoy tehdidin inşallah aman isen tinchlikqa ve eminlikqa erişimiz. Allah'ın mümin musulmonlarni, dünya xalqini açlık bilen, korkuncu bilen sinişi bu bir tabiiy ahval. Allah bizni Xitoy virusi orqali, Xitoy virusi keltirib chiqargan iqtisodiy krizis orqali bir sinoqda bizni yaşatyotidi. Allah mushu sinoqdan Allah'a şükür qilib, Allah'a ibadet qilib, Allah'ni eslab o'tkili nisib qilsin. Amin. Men bugun Şivitsiya Uyg'ur Ma'arif uyushmasi, Taklimakan Islom madaniyat markazi, Yoshlar ona til markazi, Mahmud Qashqari ona til maktabi qatorliq tashkilotlarning mushu krizis sababidan uyda kompyuter orqali uzoq musofirlik faaliyetlerini davamlaştırıyotganligi haqida ma'lumot bermoqchi. Uyg'ur Ma'arif uyushmamiz necha vaqtdan beri planlagan konferanslar, ba'zi partiya rahbarlari bilan ko'rishadigan uchrashishlar amaldan qolgan bo'lsa-mu, alhamdulillah email, uchur, xat orqali ba'zi aloqalarimiz bo'layotdi. Şivitsiya Uyg'ur qutqizish fondimi Türkiye'deki Kök Hilal Ay yardım vakfı bilen hemkarlaşıp bütün dünya miqyasida Uyg'urlar arasında qo'zg'algan Xitoy virusi krizisiga qarshi yardım safarbarligiga atlanib, mana 2 haftaning oldida Uyg'ur qutqizish fondimi Şivitsiyadagi barliq Sharqi Turkistonliklardan yig'ilgan yardım maddi eşyalarını, naqd pullarni Kök Hilal Ayga yetkizdi. Yana Ramazanның sadaqai fitrisi, Ramazanda aylanadigan zakat ve shuningga o'xshash yetim yesirlarga, tulxutullarga, muhtoj kishilarga bo'libmi mushu Xitoy virusininki krizisiga, ofatiga yo'liqqan muhtojlarga beriladigan sadaqani Uyg'ur qutqizish fondi, Taklimakan Islom madaniyat markazi Ömer Maksum ve Ahmet Tursunlar'ınki yetekçilikide bu faaliyet başlanıvatıdır. Mahmud Qashqari ona til maktabimi kompüter orqali uzak musafirdan o'qitish programmasini yo'l qo'yib, mushu Xitoy virusi sababli maktabning taqilishiga ergashib o'qish bir kunmi to'xtab qolmadi. Bu sababda xizmat qilgan Uyg'ur Ma'arif uyushmasi hay'at a'zolariga Mahmud Qashqari ona til maktabida kechini kunduzga ulab o'quvchilarningki oqirishi, bilim oshirishi, ona tilini o'rganishi, madaniyatini, urf-odatini o'rganish uchun qon ta'ni sarf qilayotgan xonim va o'qituvchilardan Şivitsiyada yaşayotgan ota-onalarga ve bütün Sharqi Turkistonliklarga vakolatan hal so'rayman. Allah
hammalarning tanlarini sog'lom qilsin, kuchlariga kuch qatsin. Amin. Bu munosabat bilan mushu arada tabiiy Allohningki qazosi bilan hayotidan ayrilib Allah'ın dergahı qaytgan bir neçe merhumlarımız var. Biz bu merhumlarımızınki urug' tuqqanlardan, aile tavabatlardan samimiy hal so'raymiz. Merhumlarınki yatgan yerininki cennetli bo'lishini arzu qilamiz. Hozir biz Sharq Turkistondan uchur egallayolmagan hech kim Sharq Turkistonga berish yoki telefonlashish yoki uchurlashish erkinligidan mahrum qolgan bu kunlarda hammamiz vatandagi 3 million Sharq Turkistonliklarning oqibati jazo lagerlarida qandoq bo'lgandi. 35 million Sharq Turkistonliklar mushu sirtida qiqilib so'qilib Xitoy kommunist mustamlakchi alvastilarining rejimi ostida nima kunlarni ko'rayotgandi degandek har xil qaytarma savollar qalbimizni yerim qiladi. Bo'libmi bu Xitoy virusininki Shvetsiyaga kelib bütün iqtisodni, balki dunyo iqtisodini cho'ktirishga qarab hedef olganligidan hammamizningki ko'nglimiz yerim bo'ladi. Ammo biz Allohga ishongan in tansurulloha yansurkum va yusabbit aqdamakum deb Allohning barliqi birligiga ishongan va Allohning sinoqlariga ishongan, Alloh kelajakda bizga chuqur yaxshi bir kelajakni beradiganligiga ishongan bir mo'min musulmon bo'lish sifatimiz bilan Allohdan umidimizni kesmaymiz, umid var bo'lamiz va bu kuzisdan Allohning izni bilan tashkilot a'zolari va tashkilotga a'zo bo'lmagan barliq Sharq Turkistonliklar bilan mo'rini mo'riga taraf hamkorlashib va mushu Shvetsiyadagi sahiya idoralarninki ko'rsatmalari bo'yicha inshaalloh bu krizisdan chiqamiz. Yana bir kurashgacha Allohga omonat qildim. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.